Assalomu alaykum. Bizni hurmatli obunachilar, kuzatuvchilar. Mana biz sizlarga inshaalloh yangi videomizni qo'yishda davom etamiz. 3-etajni biz magacha olib kelib qo'ydik. Orada plita to'xtab 3 kun dam olib qoldik. Mana kecha ishni boshlagan bolalar, xudo xolasa mana bugun mana derazani o'rnlarini chiqarishni boshlashdi. Kecha mana shu onu pastdagi qator nimani urishgan shular. Sizlarga tepani polni ko'rsatishda davom etamiz. Sizlar bizni kanalga obuna bo'lib, videolarga like bosib, izohlarda o'z fikringlar qoldirib, ustakalarga hormanglar, omad deb yozib qo'yasizlar. Barcha nimalarni bular kuzatib turib, xursand bo'lib, ularga kuch-quvvat bo'ladi. Qani bo'lmasam biz boshladik. Ichkarilarda ham ancha nima qilib qo'ydik. Nachal. Ichkarilar mana do'xalasi peregorodkalari ham bitdi. Peregorodkalar hamma yo'q. Bir yo'li peregorodkasini ham bitirib ketyapmiz. Yomg'ir yoqqan kuni, plita yo'q kunlari Bonni ichkarini peregorodkalarni uryapmiz. Shuna qilib ancha mana ishni qilib qo'ydik, xohlasa. Endi sizlarga tepani ko'rsatamiz ikkinchi etajdan. Ikkinchi etajdan mana peregorodkalari bitdi, xudo xohlasa. Assalomu alaykum. Ha? Problema voda, сейчас будет вода. Сейчас будет. Ular hammasi xudo xolasa bitdi. Üçüncü etajga chiqa olmayman endi. Litsenziyamiz yo'q hali 3 kun. Ularni chiroyli qilib urib qo'yishgan. Men sizlarga hozir naryadni ko'rsataman. Biyalar ketyapti, xudo xolasa. Chiqamiz. Ichkarilar peregorodkalar ko'rdinglarmi? Hamma yo'q bitgan, go'zal bo'ladi. Adezlar. Yerda ham peregorodkalar hammasi go'zal bo'lib bitgan. Bundan chiroyli qilib qo'yganmiz. Uyimiz bitti, xudo xolasa. Bitta uborkasini qilib shu bilan go'zal, cheki. Orqadan ham bir ko'rsatib qo'yay sizlarga. Keling, o'tirib. Keling, o'sha qumni olib tepaga. Olajonlarga. Yana bitta devorimiz qoldi, hozir buni boshlashadi. O'timiz bor edi, buni yopib tashlashyapti.
Yo'lda endi bu yoqdan bo'ladi. Tog'alarim olyapti. Ichkarilar bu. Ha, mayoqdan chiqaman. Mayoqdan chiqaman. Tepaga chiqaman. Tepaga chiqib oldik. Xudo xolasa. Salom. Zapravka bo'lishyapti. Shu yo'lak. Assalomu alaykum. Alaykum salom. Bloger пришел. Работает. Да, работает. Suv bo'ldi, suvda aytdim, hozir keladi. Ikkita shishlarni suv bor. Ha, hozir suv. Yo'q, kerak. Ha. Bize yok etsa. Salom alaykum. Salom alaykum. Tojikiston va pesh. Bu ma'ruf pula qaror dاریم کار کسینا دارسنیتی. اونا بابا میرزا باشه در جای رسول خدا مسئول میکشه دادیم. شهر Hayır, rapor şurada. İşler ketyapti. Bura yat tane taşın. Ne kor, ne. Elçimoz neresi? Un korkuna. Način. Fason. Burada bak ulan. Kecha boshlaganmiz mana shu devorni. Shuni kecha boshlashgan. Mana bugun xudo xolasa endi mana bugungi qatorini endi boshlashyapti xudo xolasa. Ular hammasi kecha boshlagan. Bu ikkalasi mana shu yerda kecha boshlagan. O'ta go'zal qilib tezlik bilan urush qo'ydi. Bular ham mahndi chatiga bugun joyda kecha boshlashgan. Uchalasi sherik. Cho'l sherik. Bu ikkalasi отдельный bir sherik. Ular. To'g'rimi? Bular bu ikkalasi sherik mana. Şimdi gün bilan turishyapti. Bu tog'alar bu ikkovi sherik. Урок нету, у нас нету. Shashta, hashta. Anjanchasiga bir lafni beraman. Anjanchasi. Anjanchasiga. Shu yigitlar. Bu ikkovi sherik. Tojikistondan mana mehmon kelgan. Bollar pastdan taka bilan isha beradi, qurma beradi, suv beradi. Nima kerak bo'lsa ular pastdagilar olib berib turadi. Ular mana rastvor qilib berib turadi. Bu mikserga ishi yo'q menda. Bugun xudo xolasa tugatib yuboramiz mana shu yerda. Keyin mana shu yerda 3 metr joyimiz qoladi. 3-4 metr.
beton quyib yuborishimiz kerak. Hozir ikkita plita kelsa u yerga. Ertadan buyoqqa uramiz. Biz shunaqa ishlar bilan mashg'ulmiz. Sizlar bizni qo'llab-quvvatlab tursanglar, xudo xolasa bundan ham zo'rlarini chiqaramiz. Boshqa obyektlarda ham video olamiz. Vaqt bo'lmayapti, xolos bor. Yotoqxonalar hammasini video qilib qo'yamiz sizlarga. Bizni kuzatib turing. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, Allohga omonatsizlar, o'zingizlarga ehtiyot qilinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling.